Xo'p, 5-video, hurmatli o'quvchilar. Endi qirqimda alohida biz ko'rsatishimiz kerak. Xo'p, mana o'zi qirqim joylarini men belgilab chizib chiqqanman. Xo'p. Qirqimda mayli qo'lda ko'rsatsalar bo'ladi. Qaranglar. Ya'ni qirqim joyi qaysi joy? Mana sizlarga chizib ko'rsataman. Ko'girchkada. Mana shu frontal qirqim hisoblanadi. Tushunarli? Mana bu taraflari, ya'ni teng yarmi qoldi detalda mana bu tarafda. Tepa qismida, pastdagi tarafi esa o'chirib tashlanadi. Ya'ni qarang, frontalda qanaqa ko'rinadi bu? Detal hammaga ko'rinyapti. Detal bo'ladigan bo'lsa qarang. Mana bu qismi, mana bu. Keyin mana bu aylanani joyi qoladi. Mana aylanani yarmini kesib tashlaganmiz. Mana qarang, yarmini kesib tashlaganmiz, yarmi qolyapti. O'yiqcha holatda mana bu qismi. Bu mana. Keyin bu yoq ham xuddi shunaqa. Mana bu narsa bu yoqda ham takrorlanadi. Mana. Tushundingizmi? Qirqimda mana ko'rsataman mana. Ya'ni mana bunaqa shaklda chiqadi. Menimcha hammalaringizga tushunarli bo'ldi mana. Frontal qirqim mana shunday. Detal teng yarmini kesib tashlangiz, mana bu ikkita joy mana ko'kda bo'yaldi. Aksiyometrik ko'rinishida. Xo'p, buni ortiqcha joyini o'chirilgan holatida ham sizlarga tasvirni alohida rasm shaklida ham tashlab beraman. Ko'rib batafsil. Faqat qaranglar, chizmani bajarayotganda shoshmanglar. Ketma-ketlikda bajarishga harakat qilinglar. Nuqtalarni ko'zlaring o'tadigan qilib ketma-ketlikda belgilab olsalaring, o'zlaringga ancha qulay bo'ladi. Bu chizma ham hali to'liq tugagan yo'q. Mana bu to'liq tugagan qismi, buni qolgan qismi, ya'ni teng yarmini qoldirib, mana bunday qirqimda bajarsangiz, mana bu keraksiz qismlarni o'chirib tashlasangiz, o'shanda to'liq chizma bajarilgan bo'ladi. Shu narsalarga ko'proq e'tibor qilinglar, hurmatli o'quvchilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.